Funtandaki fe bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Fe Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Fe'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol: Fikkus darxi. Fe'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: Yanfun. Fe'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Fe'ning ayrim shakli. Misol: Telegraf. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Fikkus darxi fe harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yanfun fe harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Fe harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Telegraf fe harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Eskertish. Fe harfi asosan tahdid so'zlar va chet el tilidan qabul qilingan so'z atalg'ularni, ismlarni yozishda, o'qishda qo'llaniladi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Fo, to, foto, fon, tan, fontan, far, fur, farfur, ni, fit, nifit, af, ri, qa, Afrika, Fran, si, ya, Fransiya,